Hurmatli kuzatuvchilar, bugun sizlarga Asaka shahar markazida eski Do'stlik kinoteatrining orqasida joylashgan 3 qavatli binoyimizdagi 3-qavatda joylashgan 76 kvadratli 2 xonadan iborat bo'lgan xonadonimizni sizlarga taklif qilamiz. Bu xonadonimiz kirib yashashga tayyor holatda bo'lib, videoda ko'rib turgan barcha jihozlar bilan birgalikda sotiladi. Uyimizning lokatsiyasi juda zo'r joy, yonida maktab, bog'cha, ko'ngilochar markazlar hamda sohil bo'yida joylashgan. Xonadon egalari uyning narxini $31,000 qo'ydi. O'zimning raqamlarini qoldiramiz, bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin.